Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Tündügün bir gün aram aldım hesapta vatandaş. Bugün sağa 2020 yıl 6. ayının 29. günü. Bugünkü leksiyalarımızı sözlerimiz leksiyadası da hazır oluyor. Washington'dan sözlerimiz hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyet doğrusu da hazır, hayran. Şembe, yekşembe demelişke çıkarıverseniz bugün düşembe endi tan attı değil. Şükün hesap olsun, müşkün geçe bir ciddi haber yok. Cim. Bunun da şu neresini körüvelişke buludik hazır çünkü Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Hükümeti Şangan yani Hong Kong devlet bexatarligi qonunni muhokama qilish bosqichida. O'tgan xabarlarda 28 kuni qapasdan chiqadi bu devlet bexatarligi qonuni deyilgan edi vatandaş. Orliqda tunigin televizorga qarasak o'zgartish degan gap bir chiqdi. Masalan, qonun moddalarini o'zgartish deydigan bir gap chiqdi. Onun akıbeti ve neticesi neyim buludu bu? Doğruda gap yok. Bırak siz şuna dikkat kılın ki eğer 7. ayının 1. gününden başlayıp bu kanun ne? Şangang'da, Hong Kong'da yolga koyacağız. Ondan burun hazır Xitay Memleketlik Sakçı İdaresi Sakçı Ministerliği'nin Muavin Ministri Liu Yujin degen adamni Hong Kong'a avatib maxsus devlet bexatarligi komitetidek bir narsa. Hozircha uning ismi tozib o'tirg'i chiqmadi. Oshundoq bir ism bilan bir mahkama quradi ekan. Bu mahkamaga bu muavin soqchi boshlig'ini yoki ministerni, muavin ministerni rahbar qilib tayinlaydi ekan. Endi bu adamın tarihi neyme? O doğruda aniq bir cevap gelmedi. Hazır Gavbovşan'ın aytishicha bu adam melike Mekong deryasındaki yüz bergan bir fojialik anzir tekshirishda natija qozonib, shunun bilan o Xitoy Saqchi ministerligining muavin ministri bo'lib tayinlangan adam ekan. Endi uni hozir Şangang'a avatmoqchi demek, hazır dastlabda devlet bexatarlik idorasi qurmoqchi, onda Şangang'da Saqchi yoki markaziy hukumatning tarmoq Saqchi idorasi quramli qandaq. Bundaq bo'lganda Şangang'da bir davlatda ikki xil tuzum bir aqla tugashdi degan gap. Bir aqla tugadi, Şangang'ni o'tkazib oldi, Hong Kongni junga o'tkazib oldi degan gap. Endi vaziyatga aloqador yana shu narsa masala alayli. Bugunlardan boshlab yoki chorshanba kuni Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin deniz armiyasi Janubiy Jungo dengizining g'arbiy taqim orolları deb atiladigan deniz yuzida harbiy mashq qilib berishni e'lon qildi. Bu tuyuqsizlar. Tuyuqsizlik emas. Bunun sebebi nima deseniz, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 dona avtomatkasi, biri nemis markalik kurashdan avtomatka, ikkinchisi Reagan belgilik avtomatka Yaponiyadan keladi deydi. Ham bu ikki avtomatka hozir Filippin dengizida harbiy mashq qilib beryapti. Del muşunu ülgatip Cungu hükümeti hazır çarşamba günü özü G'arbiy dengiz taqim orollarida harbiy manevr mashq qilib bordigan bol. Bu ishlarni hozir tahlil qilsak, masalan, bu Shangang Hong Kongdagi ishlarga munosabatlikmi emasmi? Biz o'tgan sizlarga leksiyada so'zlagan nimizni hurmatli vatandosh, Hong Kong xalqi shundoq bir irodaga keldiki, ko'chada ko'rishayli. 7. ayının 1. günü koçada görüşeyle. Hazırgıça bu namayişin kölemi, kandak çıkıdığallık, oturgu çıkıdığallığı ve kimlerin rehberlik kılıdığallığı doğrusu hiç kandak gap yok. Yani kaytıdan namayişe koçağı çıkımız deydiğallık doğrusu hiç kandak gap yok. Şangang halkı hazır cim. Endi bunu Xudo biladi, endi bu şu 3-4 gün içinde Xudo biladi. Hazır vaziyet deseniz, mesela Janubiy dengizde Filippin deniz yüzüde, deniz sahili yüzüde, g'arbiy taqim orollarida Amerika armiyasi Filippin tarafta, Xitoy armiyasi g'arbiy taqim orollari tarafta.
harbiy mashq qilyotdi. Bu Hong Kong vaziyatiga munosabatlikmi qanday? Endi sizlar tuvanda mushularga aloqador mavzularni liksiya anglaysizlar, hurmatli vatandoshlar. Mavzu mundaq. NATO'ning harbiy qo'mondoni NATO Jungoning Yevropada kengaymachilik qilishiga davomli sal qarab tura olmaydi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 6-oyning 28-kuni Amerika ovozidan Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. NATO birlashma urush qilish shtabining qo'mondoni undaq ko'rsatdi. Jungoda dal hozir Yevropada va Afrikada tartiblarga faol ovdirmachilik qilyapti. NATO shunga Jungoning Yevropada kengaymachilik qilishiga davomli sal qarab tura olmaydi. NATO birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasi Yevropa Afrika urush rayonining qo'mondoni Jim Fogo 26-kuni Angliya xalqaro siyosat tadqiqot torbitida muhokama yig'inida yuqoridagi ifoda bildirdi. General Fogo mundaq hisobladi. Jungoning kengaymachilik harakati endi Tinch okeani rayonidan Yevropaga, Afrika va Shimoliy qutbgacha kengaydi. Hamda shu yerda aeroplan harbiy parxodlar bilan g'ayri-rasmiy bexatarlik bilan yo'l to'sadigan ishlarni qilishga boshladi. Qarang, hozir Jungo hukumati Iroq okeanda yo'l to'sib o'tgan kechgan parxodlarni so'roqlayotdi degan gap vatandosh, ko'rdingizmi? Shu yerda aeroplan harbiy parxodlar bilan g'ayri-rasmiy bexatarlik bilan yo'l to'sadigan ishlarni qilishga boshladi. Shu yerdagi davlatlarga tahdid paydo qildi. Jungo Afrikada davlat sirtida harbiy baza qurdi. Djibut bazasini ko'zda tutsa kerak va boshqa dengiz portlarini tizginlashga urindi. General Fogo mundaq ko'rsatdi. Jungoning bir yo'l, bir balvoq siyosiy tashabbus qilish plani, iqtisod, diplomatiya, harbiy ishlar va siyosiy vositalar birlashtirilgan. Prinsip asosidagi xalqaro tartibni buzishga urinyapti. Jungo prinsip asosidagi xalqaro tartibni buzishga urinyapti. Xalqaro tartib bo'lsa Ikkinchi dunyo urushidan keyingi tinchlikning asosi edi. Jungo Afrika davlatlariga moliya yordami berdi. Ve bundan yordam berishdan foydalanib, shu yerlik hukumatlarga ta'sir ko'rsatdi. General mundaq hisobladi. Bundan ta'sir ko'rsatish bexatarlikka ko'ngil bo'lish deyildi. Bu orqali xalqaro dengiz portlarini va aeroplan stansiyalarini tizginlab ishlatmoqchi ketiringlar. Hamda davlat ig'dorchiligi orqali davlat tizginlagan shirkatlar texnika orqali sazgir, ya'ni hukumatning harbiy ishlar uchurlarini qo'lga tushirdi. General Fogo mundaq ko'rsatdi. Jungo yuqumli viros tarqalish orqali davlat ichida uchurni qattiq tizginlab Yevropaga ta'sir ko'rsatish ko'rindi. General mundaq ko'rsatdi. Jungo yuqumli virusning uchurlarini yoshirdi. Hatto Yevropa tibbiy davolash uskunalarini taqdim qilib, Yevropaga o'zini dunyoning rahbari qilib ko'rsatmoqchi yoki dunyoning posiboni qilib ko'rsatmoqchi bo'ldi. General Fogo mundaq ko'rsatdi. Dunyoda o'tgan 12 yil ichida olamshumol o'zgarishlar yuz berdi. Amerikada hukumat amaldorlari 10 yil burun Jungo va Rossiya bilan hamkorlashishni o'ylashgan bo'lsa, keyin Rossiya Ukrainaning Krimiya o'lkasini yutib oldi. Jungo Janubiy dengizda, Sharqiy dengizda sun'iy orollarni yasashga boshladi. Hatto boshqa davlatlarning siyosatiga aralashishga boshladi. General Fogo mundaq ko'rsatdi.
Cungo hatta özünü Şimali Kutup'a yakın devlet dep atadı. Cungo'nun Şimali Kutup'ta yeni deniz yolu açmakçı bolğanlığından ibaret vaziyet hazır mürekkepleşip ketdi. Bu general Knight konkret tahlil qildi Xitoyga munosabatlik vaziyat ahvolini. General Fogo ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti NATO hamda Jungoning Yevropada kengaymichilik qilish harakatlariga sal qarab tura olmaydi. NATO'nun kollektiv kuchi biz o'zimizga ishongan holda shunday hisoblaymizki, cho'ng davlatlar raqobatlashayotgan bu davrda biz yengib chiqolmaydigan har qanday raqobat yo'q. NATO'nun boshlig'i, ya'ni urush qilish bo'limining boshlig'i General Fogo, Amerikalik General Fogo yuqoridagi so'zida yaqinda vatandoshlar.